Men qaydaman do'stlar. Men kim bilanman deyishim kerak edi aslida hozir bugun. Sababi ukam, qadrdonim. Bundan bir necha yillar avval Mirzolarning Mirzosi kanalini admini, ish yurituvchisi o'shanda aytgan edi, Farg'onada ko'rishib qolganimizda aka bir kanal ochaylik, men yurgizsam maylimi deb so'rashgan edi. Mana Baxtiyor bugun uzoq o'lkalardan, Rossiyadan keldi. Kutib oldik mana Baholi Qudrat. Shu Xanti-Manti kraydan, avtonom okrugdan keldi. Qor yog'yapti bitta hozir. Qor yog'yapti, mana qorlardan, uzoq yo'llardan keldi deydi-ku. Umringiz uzoq bo'lsin. Qanday charchamadingizmi? Yo'q. Qanday mana har kelganda bir armiyadan kelganday bo'ladi. Mana yonda simdoshlari kutib olishadi. Har doim ikki og'iz o'zingizni kanalingiz uchun o'rtoq ish yurituvchi. Mayli, Mirzo Karim akamni doim aytamanki, aka bir juda ham maza qilaman. Ona haqida biror narsa yozadigan bo'lsangiz, O'zbekistonda oyoq qo'l qatirib yozadigan odam yo'q deyman. Chunki yaqinligim uchun. Mayli, paxta deb qabul qiling. Odam chunki nega deganda eshitganmiz-ku, yig'lab eshitganmiz, orangizda onam bo'lsa edi, opa meni yo'qlab keling, onam kasalman demang. Yoki bir bundan ham tashqari juda ham chiroyli qo'shiqlar eshitganmiz. Mirzo aka, charchamang, Alloh kuch-quvvat bersin yo'llaringizga ham. Men xursandman. Mana shunaqa mavqe beryapsiz, abinim degan mavqeda yurishni o'zi men uchun ham bir katta baxt emas, obro'. Obro'. Bitta ismingiz Baxtiyor bo'lgandan keyin siz baxtlisiz. Baxtlimisiz Baxtiyor degan she'rlarimiz ham bor. Baxtiyor qarindoshlarning to'ylariga keldi. Xudo xolasa Toshkentdan biz ham to'ylarni yo'qlash uchun Xudo xolasa yo'qlab boramiz. Shu yurtimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Shu Rossiyadan, boshqa joylardan ishlab kelayotgan ukalarimiz faqat yaxshi kunlar uchun kelsin. Kelsa faqat to'y bo'layotgan bo'lsa ilohim. Yaxshi kunlarda ko'rishsin. Alloh xolasa. Charchamang.